Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi mavzuyimiz bunga viruslar haqida. Demak, ushbu viruslarimiz envelopga, ya'ni qobiqqa ega bo'lgan manfiy bir zanjirli RNK saqlaydi va genomi 3 ta sirkulyar segmentda joylashgan bo'ladi. Shuning uchun ham multisegmentli deb ataymiz bularni. Kapsida esa helikal shaklda spiralsimon bo'ladi. Sketchida birinchi belgimiz mana bu oy belgisi. Demak, viruslarimizni manfiy bir zanjirli RNK saqlashligini ifodalaydi va hamma qahramonlarimizda kiyimi bor. Demak, o'zida qobiq saqlar ekan va chap tarafda 3 ta daraxt, demak, pastki qismini ko'rish mumkin, kesilgan daraxtni. Bu mana shu 3 ta sirkulyar segmentlardan tashkil topganligini ifodalaydi genomi, ya'ni multisegment ekan. Endi bular demak jami 4 ta viruslarni o'z ichiga oladi. Bular Kaliforniya ensefaliti, ikkinchisi Rift Valley isitmasi, uchinchisi Kriman-Kongo gemorragik isitmasi hisoblanadi va to'rtinchisi hantavirus. Birinchi sanab o'tgan 3 ta virusim bular arboviruslar ichiga kiradi, chunki ular hasharotlar yordamida tarqaladi. Hantavirus esa bu ham bunga virus ichiga kiradi, lekin u kemiruvchilar yordamida odamlarga tarqaladi. Dastlabki ikkita virusimiz, ya'ni Kaliforniya ensefaliti va Rift Valley isitmasi, bular odamda ensefalit keltirib chiqaradi. Kriman-Kongo esa o'z nomiga muvofiq gemorragik isitmaga u ham sababchi bo'ladi. Hantaviruslar esa bu pnevmoniya, gemorragik isitma va uni natijasida mana shu organlarda, asosan buyrakda zararlanishlar bilan kechadi va shu demak o'lim holatlariga ham sababchi bo'lishi mumkin. Endi bu yerda ko'radigan bo'lsak, orqa qismda arkani ko'rishimiz mumkin. Mana bunday. Demak, arka bu so'zi bizga arbovirusni eslatishi kerak. Demak, chivinlar tomonidan tarqaladigan turlari bizga arboviruslar ichiga kirishini ifodalaydi va kemiruvchilarni ko'rishimiz mumkin. Bu joyda pastki qismda bu demak hantaviruslar mana shu kemiruvchilar orqali tarqalishini ifodalaydi va mana shu sichqonlar ustiga ko'radigan bo'lsak, ularning ruhlari uchib ketmoqda. Ruhlari uchmoqda. Bu demak hantaviruslar o'limga olib kelishini ifodalar ekan. Va mana bu odamni ko'krak qafasiga o'ziga qarasak, terlab, demak terlari oqqanligini ko'rishimiz mumkin. Bu demak o'pka qon tomirlarida mana shu kapillyarlarni o'tkazuvchanligini oshishi natijasida o'pka shishiga olib kelishi mumkinligini ifodalar ekan. Ikkinchidan esa isitmaga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu odam demak terlamoqda va boltasida uchki qismida qonni ko'rish mumkin. Bu demak qon tomayapti. Bu demak gemorragiyani ifodalar ekan. Mana shu aylanib yurgan qon hajmi kamayadi va buyraklarda ham qon kamayishi natijasida prerenal azotemiya holati kuzatiladi. Endi bizda o'ng tarafda Kaliforniya Rift Valley boshlang'ich maktabi deb yozilgan maktab borligini ko'rishimiz mumkin. Bu demak dastlabki ikkita kasallik bu Rift Valley isitmasi va Kaliforniya isitmasi ekan. Mana shu Aedes mosquito chaqishi orqali, chivinlar chaqishi orqali yuqadi. Shuning uchun ham mana bu joyda demak chivinlarni ko'rish mumkin. Endi mana bu pastdagi bolalarni qo'rquvdan qaltirab turganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, bular ensefalit tufayli talvasalarga sababchi bo'lar ekan. Va mana bu o'qituvchi odamni ham bosh kiyimi qizil ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak, bular ensefalitga sababchi bo'lar ekan.